ovqatlarni olib kela qoling. Endi zakaz berganingizga 1,5 sekund bo'ldi-ku. Kechimasi po'rda oldiga borib oling, hozir olib kelaman. Vo, turish yaxshi bo'ladi-ki, yaxshi gapirib turaydi, keyin chevingni zo'r beradi-da. Uka, ikkita kartosh somsa yemasidan chiqmasin. Voy, sho'rva namuncha suvli. Sho'rva bo'lganiga suvli bo'ladi-ku, quruq qaqrab ketgan sho'rvani ko'rganmisiz? Yog'i ham ko'p ekan. Bering almashtirib kelaman. Kartoshka somsani ham berib yubor uka. Bu nima bu ovqatlar yog'i yo'q? O'zingiz yog'siz dedingiz-ku. Voy, tuzi ham kam ekan. Amani tuz. Voy, endi sho'r bo'lib ketdi. Uka, bizda kartoshka somsa nima bo'ldi? Kartoshka somsa jemay zahar dejigir. Hozir olib kelaman akajon. Mana akajon. Uka, men mashinani balonni ham qoraytirib qo'ygin. Nima hayotda qirchum odamlar afisant oldi shirga aylanib olaykan, Mayli bir bala chivini olayda, yag'i birga bo'ladi-da. Ukajon salfetka. Mana opajon. Влажный салфетка. Mana opajon. Зубочистка. Mana opajon. Ухочистка. Yangacha yuring, siz bundan ko'ra bitta cho'miltirib chiqay. Mana rovna 167 550 so'm. Bizda chivi qani? Chivi? Sen chiviga loyiq ish qilganing yo'q. Takazaltang, endi nima degan? Uyda xotinimga ham bunchalik ish bermasa kerak, yegani ikkita kartoshka somsa yurgan ishlarni jurtimiz o'radi. Endi ovqatni tuzi kam ekan-de. Sen tortishchalar hamsi gapirmayman. Senlarni o'zlaring tuzlar ekan. Tuppa tuzga ovqat aksam, tuzi kam deysan, tuzsa bersam, sho'r ekan deysan, yog'li ovqat aksam, yog'siz deysan, yog'siz aksam, yog'li yeyman deysan, o'z umringda ikkita tuxum qovurganmisan? Voy, faqat yurib ketgan. Shu holingni restoranda ovqatdan men topmayapsan. Senlar chivi bermasalar, men sizlarga beraman. Bosh ko'zimdan sadaqa. Voy, bu nima qilishimiz uchun? Bu restoranga boshqa qaytib kelmasliklaring uchun. Hamma odam bitta afsonlar odam emas, mana nemgirlar. Ukajon, uxachiska nima bo'ldi?